Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bu bizani yangi olgan mashinamiz. Captiva 4. Mashinani sostoyaniyasi juda a'lo darajada. Juda ham a'lo darajada. Bugungi videoyim YouTube kanalimga bo'ladi. Hali 3-qatorni sidenalari turg'azib, odam o'tirib ko'rmagan. Hali artilmagan. Xo'sh. 4-Captiva 4 eng full pozitsiyasi bo'ladi bu. O'zimiz buni yaqinda xarid qildik. Baho beringlar, xudo xolasa. Bugun Qarshi shahridagi bir moykadamiz. Mashinaga prosta baho beringlar. Qalay chiqdi? Ertalab soat 6:00 da turib video qilamiz. Moyka qildik mashinani. Pultlari qaranglar mana, hali ham o'sha. Agar Captiva'ni ishqibozlari bo'lsa biladi buni. O'sha hali hech qanaqa ошибкалari yo'q. Bismillah. Bitta bo'ldi. Boshqa ortiqcha harakat qilinmaydi. Yurgan kilometr mana 17.254 kilometr. Bu men. Mashinaga gap yo'q.